Hammaga salom do'stlar. Bugun men Javohir yangi mana Dream Stars'dan qizil karta futbolchi olaman. Yigirma yettinchi raqamda ekan. Shoti 86. Bu hujumchiga o'xshayapti. Sakson yetti. Kim bu? Kim? Endi undan boshqa ikkita futbolchi olaman. Bitta bu yerdagi futbolchidan bittasi. Yo'q, birinchi Chouamini olaman, keyin uni olaman. Mana Chouamini ham oldim. FC Mobile'da ham olgan edim. Keyingi futbolchim Secret Players'ni ham olib olaman. Kim bo'lishi mumkin? Portugaliya. O'yinchi Nuno Mendes bo'lishi mumkin. Penaltidan gol chiqdi. Shoti 80. Hujumchi kim? Voy, Leo. Endi men nima qilaman? Perezni sotgan edim. Uning bilan sariq legendarniy kuchaytirgich olgan edim. Hozir uni Kenner Yıldızga ishlataman. Shot Stars mana. Va Kenner Yıldız. İnternetimde muammo bo'lyapti. Shot Kenner Yıldız küçüldü Neçe? 87 Kenner Yıldız. Yo, endi sarni 87 qilsam, undan keyin bu yoqda oladigan futbolchimdan ham 87 qilsam, Cannavaro yoki Rivaldoni tushirishga harakat qilaman. Bu yoqdan ham nima qilsam bo'ladi? Mana jang tushirgan futbolchim qizil kartali Chouamini mana Rafael hujumchi. Yangi tushirgan futbolchilarimdan ham Yıldızni ham o'yinga qo'yaman. Menga bitta qora kartali futbolchi kerak. Rivaldo bo'lsa, uni bu yerga qo'yaman. Shunda sostavim rangi bo'lar edi.
Mende tak qizil, pushti, ko'k, qo'ng'ir va qora karta futbolchilar bo'lar edi. Keyin yulduz Rafaelo va Chouaminini bu yerga qo'yaman. Bo'ldi. Endi shu sostav bilan bir o'yin o'ynab chiqaman. Barselonaga qarshi. Balki Realning Arda Güler sotgan edimi? Sariq Arda Güler olish uchun. Husanovni ham sotgan edim. 78lik kartasini olish uchun. Hozir esa transferlardan chiqmayapti. Yamal gol solmoqchi. Biroq sololmadi. Kurtuvadan save. Yıldız Rodri menga olgan qizil karta futbolchi. Nima Barsa chal o'ynayaptimi menga qarshi? Hozir Barsaning kunini ko'rsataman. Chouamini kenar Yıldız. Yiqitdi, yomon yiqitganda ham. Yıldız futbolchilarni aldab o'tyapti va Rodriga berdi. Rodri gol solishga harakat qildi, biroq solmadi. Chouamini. Jamaliddin Chouamini. Yıldız. Kellaga. Bellingham. Bellinghamning kallasi ushlab kallasi bilan gol tiqvardi. Yıldız Bellinghamning kallasiga tepib yubordi. Va Bellingham tiqvardi. Cho'tga tiqvardi. Bu o'yinda ikkita hujumchi oldim. Shtraf emasmi? Rodri. Chouamini. Olib qo'y. Yaxshi qizil kartali futbolchi.
Trent Alexander-Arnold. Rafaello. Bir o'yinchim Tramvalda. Kim o'sha futbolchim? Va uning o'rniga kimni qo'ysam bo'ladi? Pachoni qo'ysam bo'larkan. Pacho yaxshi o'yinchi. Hozir mening ishim chiqib qoldi. Men o'yinda o'ynab bo'lganim nimagadir meni chiqarib oldi. Barsa birinchi o'ynatirgan, ikkinchi o'yinga o'tdi mana. Men yutgan edim, meni chiqarib tashladi pas. Transferlar bo'lmay kimlar ketdi? Husanov yo'q, Arda Güler yo'q. Grakeresh. Bilmadim. Shu bilan videom o'z nihoyasiga yetdi. Xayr.